bir insonga o'tib ketadi deyish qanchalar oson. Axir dard seniki emasdi, yuragingni siqmaydi, kechalar uyqungni o'g'irlamaydi, ichingda jimjit yig'lamaydi. Dard qanday o'tib ketganini ham, qachon o'tib ketganini ham faqat o'sha insonning o'zi biladi. Hech kim ko'rmagan janglar bo'ladi. Inson eng katta kurashlarni ichida olib boradi. Odamlar orasida yurgan paytida ham, yolg'iz qolgan daqiqalarda ham u janglarda na qarsak bo'ladi, na guvoh, faqat sabr. Ba'zi dardlar ketmaydi, ular jimib qoladi, ichkariga suriladi, yurakning eng chekka joyiga joylashadi. Vaqt o'tgach odamlar o'tib ketibdi deydi. Aslida esa u dard ketmagan bo'ladi. Sen bilmaysan, u inson shunchaki o'sha dard bilan yashashga ko'nikib qolgan bo'ladi. Dard bilan yashashga ko'nikish kuch emas, majburiyat. Inson tanlaydi deb o'ylaysan, aslida esa u boshqa iloji bo'lmagani uchun o'rganadi. Shu bois dardni anglamasdan baholama. Har bir insonning yuragi o'z dardini o'zi biladi.